bitta so'rab ko'raylik. O tanib qolishmish. Mahallasiga ham kira olmayapman. Harom. O'g'liz beryapti, o'shaning uchun kelyapman, opa. O'g'liz beryapti, o'shaning uchun kelyapman. Nima to'palang qilyapsiz? Ha, to'palang men bo'pti, o'shani to'palang qilish kerakmi? Lülüle qilishlarni $50 o'tib ketadi, baribir bugun kech payt o'tadi. Men kuch qaysi biringa bir o'tadi. Yediradigan harom qildilar. Shu lülüni topish 300 ming olgan. Mana, men pulim olgan, harom yeb ketgan shitda. U birovlar puliydi, o'tdimsizlar. Birovlar puliydi u. Harom qo'l qaytib ber o'shani. Keyin tinchiyman, bo'lmasa hammani yo'qaman. Shunaqa Xudo tomonidan shunaqa harom qo'llarni akazatgan yo'lga chiqqan odamman. Hamma besh bola xalqi, lo'lilar eshitish hamma mana ko'rish. Ben o'tkazolmadim, temda o'tkazadigan shu strivollardan bo'lsa, mana shu $50 farshiviy pulimiz bor, o'tkazib olinglar. Yesam bilan bugun. Mashinlarga o'tish kerak xolos o'zi. Farshiviy ko'chaga chiqish kerak. Bu farshiviy va shu strivollar hamma yeshamayapti, hammasi qo'yapti, lo'lilar tanib olganman. Jitcha bo'lsa ham bering. Qimordaman, iltimos sizdan. Hali kelib berib ketaman 50 ming pulingizni. 100 ming qilib berib ketaman. Ishamaysiz menga? Ha, mayli, sog' bo'ling. Qanaqa? Do'konlar tushyapti. Shuni do'konlar ochish kerak undan ko'ra. Chiroyli magazinchalar qilib qo'yish kerak. Arabino vodka sotmasdan chiroyli nimalar qilib qo'ysalar, inshaalloh chiroyli. Ko'chani xunuk qilib turgan unaqa narsalar olib tashlaylar. Hamma xunuk tomonlarni ko'rsatib qo'ygansizlar, bolalar. Allan cho'tcha qilib, chiroyli qilib, boylarga o'sha sorta yoqib yuboringlar. Mana shu yerlar pullang-ku bu. Marka biznes birinchi o'rinda turadi-yu. Qarang, mahallangiz ahvolini yuvating. Kirib chiqaman. Finali ketdim. 3 kun 4 kundan beri qatnayapman. Ahvollar, mahallangiz. Shuncha nashadan pul topyapsizlar, tabletkadan pul topyapsizlar. 500 mingdan tashlasalar ham mana shu asfalt qoladi. Qarang. Keyin kelishimga bo'lsin, inshaalloh. Kutaman, qayinbo'y, senga ham eshit, ashitda seni uyingdan. Har kuni Damazinda qatnaysan. Qara, yo'lda kirib chiqqan jo'd. Damazda qonunlarim ochib ketibsan, mahallangga kirib chiqqan jo'd. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, Instagram kuzatuvchilari. Mayli, nima o'tkazolmadim, kimdir o'tkazib bersa, iltimos sizlardan. Bangilar, eshitdinglar meni. O'zimga o'xshagan bangilarga aytyapman, shu stri man deydi. Terpinglar deyotgan. Shu stri bo'lsalar, mana o'tkazib beringlar, mana shu pulni, mana $50 pul bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Nomerimni so'rayotgan bo'lsalar, 92 122 1732, ana shu nomerdaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kuzatinglar, inshaalloh yana chiqamiz. Mana shunaqa nakazat qiladiganini kelganmiz, inshaalloh nakazat qilamiz.
Böyle bolalar ham to'g'ri tushundi shekilli. Mana boylari ham bor ekan. Mana debdi mana. Archalar ekib chiroyli qilib berishgan ekan. Asfaltni ham chiroyli qilib berishadi. Metdan bag'da zo'r ekan mana. Ag'aga yetib olmabdilar mahallada. Chaqol, misol zanavorlik zo'r. Voh! Shikalatlarni kim tashab ketdi? To'sib bermay, o'sha eshagingni baylab boqding, o chekkadan olib yurding. Voy. Nimalar? Nasha olib chiqib ketadiganlar joningiz yetay emasmi? Nasha sotishmasa kirmaydi hech kim. Instagramga kirsiz, G'ayratjon 13-12 qilsiz. Har juma kuni $100 beraman. Podpiska bosgan bo'lsangiz. Yo eshitdim, kelin, zerikdim, bo'q tushpiror deyaptilar. Eshagingni chekkaroqdan olib yurding deyapman. Ya endi aytyapman, Instagramga kirsiz, G'ayratjon 13-12 qilsiz. Keyingi juma ko'rishib qolsa $100 beraman sizga. Inshaalloh aytganim qilaman. Joqqa javob. Ishonavering. Bo'qoy pul yo'qmi? Mana qizchalari ham bilasizlar. Shu ustiga mahallani qizchalari chig'ol talab olgan deyishdi, bo'lmadi, talashalmadi. Haybat kuchlidir. Strashniy mana endi qo'rqinchlidir. Alloh bergan bu. Boshqacha qilib yaratmagan, mana shunaqa qilib yaratgan. Alhamdulillah, Xudoga shukr.